Dunyo bo'yicha eng mashhur 8 o'rindiqqa ega bo'lgan oilaviy crossoverlardan biri BMW X7 2026-yil modeli uchun O'zbekistonga yetib borguncha bojxona to'lovisiz CIP O'zbekiston bor yo'g'i 134.400 AQSh dollar bo'ladi. Bu 40 ayning eng topilishi qiyin bo'lgan двойной pnevmopodveskali topoviy komplektatsiyasi bo'ladi. Swarovski toshlari optikada, start stop tugmasida va uzatmalar qutisida ishlatilgan bo'ladi. BMW zavodi taqdim qiladigan eng katta 23 dyumli diskada двойной pnevmopodveska va Sky Lounge'lik panorama tom. O'rindiqlarda massaj, ventilyatsiya, tabiiy charm Merinodan, premium audio sistema Harman Kardon, tasmalarda esa M paketning ramzi hamda tabiiy yog'och va alkantarani interyerda ko'rishimiz mumkin. Omborxona qismi ham to'liq elektropaketda bo'ladi. Sinovdan o'tgan B58 dvigateli I obrazli 6 silindrli 3 litrli twin power turbo bo'ladi va u 381 ot kuchini 520 Nm taqdim qiladi. Eslatib o'tamiz, avtomobilimiz GCC, ya'ni Arab davlatlarining sertifikatidan o'tgan bo'ladi.